Do'stlar, hammaga assalomu alaykum. Sizlarni Ustaxona Tech kanalida ko'rib turganimdan xursandman. Bugun bizda mikroto'lqinli pech Scarlett remontda muammo nimada? Bizda klientimizdan aytishiga qaraganda, ushbu mikroto'lqinli pechimizning orqa tomonidan o't chiqayotgani, ya'ni iskra chiqayotganini aytishdi. Kelinglar hozir birgalikda ishlatib ko'rib, muammoni yaqindan o'zimiz ko'zimiz bilan real kuzatamiz. Do'stlar, hozir quvvat kabelini qulab olamiz. Biz hozir mashinasi tanlangan ekan, ya'ni quvvat tanlangan ekan. Endi biz vaqt kiritishimiz kerak bo'ladi. Do'stlar, tushunarli. Endi biz muammoni hozir ko'rib bildik. Men birdaniga bahololmadim, lekin tanishga diqqat qilishim kerak bo'ladi. Studiyadaga e'tibor berdim va juda ham kuygan hidi chiqdi va mana studiyada hozir juda ham izlab bor, ya'ni kuygan izi. Do'stlar, ya'ni ham podrobniy nima qilganini biz bilishimiz uchun mana shu Scarlett mikroto'lqinli pechimizni hozir birgalikda razbor qilishimiz kerak bo'ladi. Do'stlar, mana men mikroto'lqinli pechimizni ochib ko'rdim. Do'stlar, mikroto'lqinli pechimizda tiqib vaqtimizni taymerimizni berganimizda bizda mana shu transformatorimizdan, ya'ni birdan ketgan transformatorimizdan mana bu joydan o't chiqayotganini e'tibor berdim. Do'stlar, kelinglar sizlarga ham ko'rsatib o'taman. Bismillah, ketdik. Do'stlar, ko'rishingiz mumkin, bizda transformatordan o't chiqyapti. Do'stlar, har doim aytib o'taman, bizda mikroto'lqinli pechlarni tuzatayotganimizda va bu katta kondensatorimizni yaxshi izolyatsiyaga ega bo'lgan atyortkani olib, bu bilan yoki 5-10 daqiqa tokdan ajratgandan so'ng 5-10 daqiqa kutib turish kerak. Shundan keyin ham baribir massaga tekkizib, atyortgan yaxshi izolyatsiyasi bor. Kondensatorga tekkizish kerak bo'ladi. Zaryatsiya qilib qo'ygan bo'ladi ustida, sizlar tok urmasligi uchun, xavfsizlik uchun kerak bo'ladi. Do'stlar, xullas, transformatorimizni bizda nimaga transformatordan olov chiqayotganligini biz hozir testerlar bilan o'lchab, qayerda hisobda shu borligini bilishimiz kerak bo'ladi. Avvalambor transformatorni o'zida deb o'ylayapman. Shuning uchun transformatorni almashtirish kerak bo'ladi. Undan avval biz kondensatorni massaga va diodni ham massaga tekshirib ko'rishimiz kerak bo'ladi. Do'stlar, mana mikroto'lqinli pechimizga men eskisini yechib oldim. Eski transformatorni, olov chiqadigan transformatorni va men hozir ko'rganingizdek yangi transformator qo'ydim. Hozir uladim va biz mana shu mikroto'lqinli pechimizni birgalikda hozir ishlatib ko'rishimiz kerak bo'ladi. Do'stlar, kelinglar, men sizlarga hozir maslahat berib o'taman. Mana bunaqa izolyatsiyani ochiq holatda qoldirish mumkin emas. Hozir bir daqiqada izolyatsiyasini ochib qo'yganman. Chunki menda eskisida mana bu yerda kontakt, papka kontakt bo'lgan. Yangi transformator sotib olganimda menda papka kontaktni o'rniga mana bunaqa qilib mamka shaklida chiqarib berishgan ekan. Ikkalasida mamka shaklida. Bu papka shaklida bo'lgan. Menga o'rniga sim chiqarib berishgan. Ya'ni yangi transformator mana bundan o'rniga sim chiqarib berishgan va u ona shaklida. Do'stlar, o'shani hisobiga hozir kontaktni ochib qo'ydim, lekin kontaktni korpusga yaqinlashtirish mumkin emas. Xullas, menga mumkin, chunki xullas bunaqa qilmanglar do'stlar. Izolyatsiyalab keyin tekshirib ko'ringlar. Hozir do'stlar, biz qilishimiz kerak bo'lgan narsa ozgina qisqa muddatga, ya'ni 1,5 daqiqa ishlatib ko'rib, transformatorimizdan hid chiqadimi yoki qiziydimi transformatorimiz o'ta juda ham o'shani bilib olish uchun men hozir 1,5 daqiqa qo'yib ishlatib ko'raman. Do'stlar, ijobiy, lekin hali hammasi emas. Endi transformatorni paypaslab ko'rish kerak bo'ladi, lekin birdaniga bu shunaqa qilib bo'lmaydi. Avval quvvat simini ajratamiz, do'stlar. Endi kutib turishimiz kerak bo'ladi. Ozgincha muddat. Va albatta bu zaryad saqlab turuvchi kondensatorni razryad qilish kerak bo'ladi doim, faqat quvvatdan ajratilgan holda. Do'stlar, men mikroto'lqinli pechimizni yangi qo'ygan, eslatib o'taman, yangi qo'ygan transformatorimizni men hozir tekshirib ko'rdim. Juda ham sovuq. Ya'ni 1,5 daqiqa uchun agarda bizda kondensatorda yoki magnetronda, aytingki agar mana bu katta diodda bizda muammo bo'lganida, bizning yangi transformatorimiz ham qizib ketishi kerak bo'ladi. Lekin meni tajribamdan kelib chiqib, men ovozidan ham o'zi farqlaydigan bo'lib ketganman. Ya'ni shu 9 yil davomida mana shu remont jarayonida menda tajriba shakllanganki, men o'zi chiqadigan ovozlardan yoki bundan oldin men diodlarni, kondensatorlarni o'lchab ko'rib, o'zim va vizual qaraganda o'zi taxminan emas, uzr. Multimetrga asoslangan holda men o'zi aytib bera olaman, ya'ni menda kondensator sog'lommi yoki sog'lom emasmi. Agarda sizlarni ham transformatorni o'lchash yoki magnetronni o'lchash yoki mana bu diodni o'lchash yoki kondensatorni o'lchash haqida qanaqa o'lchanadi deb savol tug'iladigan bo'lsa, YouTube kanalimda u videolar отдельно joylangan, o'tib tekshirishni ko'rib olsanglar bo'ladi.
Do'stlar, endi keyingi navbatda qiladigan ishimiz hozir men mikroto'lqinli pechimni yig'ib olib va kamerada endi taomni isitadimi yo'qmi shuni tekshirib ko'rish kerak bo'ladi. Hozir men mikroto'lqinli pechimni yopib, biza birgalikda hozir yopilgan holatida va izolyatsiya qilingan holatda ichkariga joylayman va birgalikda ishlatib tekshirib ko'ramiz. Do'stlar, mana eski transformatorimizni olib yangisini sizlarga yuqorida aytib o'tganimdek o'rnatib oldim. Do'stlar, endi qopqog'ini yopib olmoqchi edim. Qopqog'ini yopishga shoshmaymiz. Hozir men mikroto'lqinli pechimizni ochib, mana bir stakan suvimizni qo'yamiz va ko'proq vaqtga garyat qilib ko'raman, ya'ni bir 5 minut ishlatib ko'ramiz. Natijada agar bizda ijobiy bo'ladigan bo'lsa, keyin mikroto'lqinli pechimizni yopib olaman. Do'stlar, kelinglar hozir biz quvvatga ulab olamiz. Xo'p, quvvatga ulab olamiz. Ishlatib ko'ramiz bir 5 daqiqa. Bismillah. Mana 5-4 daqiqaga taxminan qo'yib ko'rdim. Xo'p, davom etamiz. Ko'ramiz. Hozircha bizda ijobiy. Mana shu ovoz o'zgargan paytida do'stlar, mikroto'lqinli mana bu magnitronimiz kameramizga, isitish kameramizga magnit to'lqinlarni haydamoqda. Do'stlar, vaqtinglarni olmayman. Biz kutib turamiz, kelinglar. Videoni timer tugagandan keyin davom ettiramiz. Do'stlar, mana timerimiz ham tugadi. Mana ko'rib turganimizdek, kameraga ko'rinyaptimi bilmadim. Bizda bug' chiqib turibdi suvimizda. Bizda remont ijobiy yakunlandi va tokdan ajratib olaman. Quvvat kabelini ajratib oldim. Endi do'stlar, kondensatorni razryad qilib olaman. Do'stlar, razryad kondensatorni quvvatdan ajratgandan keyin qilish kerak. Umuman mikroto'lqinli pechdan do'stlar, mutaxassislar ta'mirlagani yaxshi. Ustaga murojaat qilganinglar yaxshi. Chunki tok urish ehtimoli yuqori va xavfli bo'lganligi uchun bu faqat o'rganuvchilar uchun, ya'ni o'zingizlar ta'mirlayman deb yana ishni ko'paytirib olmanglar. Sog'lig'idagi zarar juda ham katta tok aylanadi. Do'stlar, magnitron temperaturasi mana tajribam bo'yicha ijobiy, ya'ni men uchun qoniqtiradi meni, ya'ni katastrofichniy emas. Obmotkani temperaturasi ham ijobiy. Ya'ni transformator ham bu ishlagan daqiqasiga juda ham ijobiy. Ya'ni tutun chiqishi yoki qo'polroq ovoz chiqishi yoki qizib ketishi transformatorda kuzatilmadi. Bu bizga nimadan dalolat beradi? Albatta, diod, kondensator, magnitron bizda yaxshi holatda ekanligidan dalil sifatida ko'rsak bo'ladi buni. Do'stlar, e'tiboringiz uchun rahmat. Kanalimizga obuna bo'lmaganlar albatta Ustaxonni Tech kanaliga obuna bo'lib qo'yinglar, chunki juda ham ko'p videolar olingan, lekin montaj jarayonida hammasini ham qo'ya olganim yo'q. Vaqti bilan hammasini qo'yib boraveramiz fursati bilan. E'tiboringiz uchun rahmat. Agar sizlarni istaginglar bo'lsa, albatta kommentariyada yozib qoldiringlar. Albatta kommentariyalar juda ham ko'p, 20 mingdan oshiq kommentariy yozilgan shu paytgacha. Hammasiga ham javob berish juda ham qiyin, lekin umumiylashtirib o'sha ko'p savollarga o'zim отдельно undan keyin video qilib o'shalarga javob berib o'tishga harakat qilaman. E'tiboringiz uchun rahmat. Ko'rishguncha xayr.